Assalomu alaykum. Bahor keldi. Hammada lanjlik boshlanadi. Kimdir ko'katlarni ko'proq iste'mol qilinglar deyapti. Kimdir yana bir narsa deyapti. Kamina sizlarga juda ham zo'r bitta ichimlikni o'rgataman. Bizga olma sirkasi kerak bo'ladi, tozasidan. Kaminada bor. Keyin toza asal kerak bo'ladi. Toza asal ham kaminada bor. Qiladigan ishinglar har kuni ertalab och qoringa, albatta yazbasi bo'lmasin, eroziyasi bo'lmasin. Sog'lom odamlar, lekin deylik o'sha qoni quyuqlikdan aziyat chekadiganlar. Kichkina qoshiqda to'ldirib asalni solasizlar. Mana bu olma sirkasidan to'ldirib bir qoshiqmi 2 qoshiq solasizlar. Iliqdan xiyol issiqroq suvni solib, aralashtirib, iliq qilib turib ichib olasizlar. Ana qonlarni suyultirib, qonlarni yurg'izib, kuni bo'yi tetik yurishingizga sababchi bo'ladi, xudo xolasa. Tez kaminaga murojaat qilinglar, ekran ostidagi raqamlarga yoki bo'lmasa mana kichkina belgicha turibdi, shu belgichani bitta ursanglar, Telegram kanalimga o'tib olasizlar. Salomat bo'ling.